70-80 tezlikda yurganda rulda qaltirashi nimadan bo'ladi? Birinchisi balansirovka, ikkinchisi ichkari grantadan bo'ladi. Bu mashinamizda ham ichkari grantalar ketib qopti. Grantani solganimizda mana ovozni eshityapsizlar. Katta luft bo'lib, ichkari grantalar ketib qolgan. Buni eng arzon usulda to'g'rilashni men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Videoni ko'rishda davom etib turing. Buni to'g'rilashda oson yo'li ikkita grantani yechib olinadi. Chap tomon grantani o'ng tomonga, o'ng tomon grantani chap tomonga qo'yiladi. Bilamiz, siz bu ishni 10 yil oldin qilgansiz, lekin bu ishni biz hozirgi kunda insonlarga manfaatli bo'lishi uchun qilyapmiz. Bu ichkari grantalarning ketishiga sabab aslida ichiga ishlatiladigan moyda, ya'ni bizning tilda aytganda litol. Litollarimiz qancha suyuq bo'lgan sari ichida granatani sirkulyatsiya, aylanish, qiziq hisobiga suyuqlashib ketadi litol. Shuning uchun men sizlarga litolni mana gradisiga qarab ishlatishni tavsiya qilaman. Ko'rishingiz mumkin. -30 dan 360 gradusgacha qattiq litol. Ya'ni bu litol o'ta katta sirkulyatsiyada ham qizish hisobiga ham umuman suvga aylanib ketmaydi, qattiq moshina turadi. Shuning uchun granatalaring uzoq vaqt xizmat qiladi.